Assalomu alaykum azizlar. Men Fazliddin Yoqub Xorijdan, Amerikadan. Tarix omonatdir kanali va gruppasi, Turon xalqaro tashkiloti va butun jahon o'zbek turklari hay'ati faollari nomidan bir ozgina fikr bildirmoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim. Shu kunlarda xorijdagi oqsoqolimiz, Turonchi, Turkistonchi, Türk dunyosini birlashishni istagan, vatanimizda erkinlik, ozodlik bo'lishini istab, vatandan ayrilib xorijlarda panoh topgan büyük yoshlardagi Jahongir Muhammadni ajoyib chiqishi meni ham hayajonlantirib yubordi. Juda ko'pchilik fikr bildirib, mulohazalarini bildirishni boshladi. Men ham kech qoldim desam ham bo'ladi. Bir oy, 1,5 oy burun bütün jahon o'zbek turklari tashkiloti mavzusi to'g'risida maslahatlashib yurgandik. Shu narsani videosini adashib hozir men qo'yib yuboribman. Jahongir Muhammad ustozimizni murojaatini eshitganimdan keyin men uni o'chirib, o'zimni hozir mulohazamni bildirish uchun bir chiqish qilishga va Turon tashkiloti, Tarix omonatdir kanali, Turkistonliklar, bütün jahon o'zbek turklari nomidan telefonlashib turib, oqsoqollar boshqalar bilan fikr bildirishga mana hozir fursat buldik. Xabaringlar bor, 1 oy 2 oydan beri sog'lig'im va boshqa sabablar, albatta bosim, haligi qandashlik tanish-bilishlarni ta'qib-ta'ziq qilish, O'zbekistondagi DXXlar deydimi, ichki ishlar tomonidan, Amerikada ham fitna boshqalar tashkil qilinib, bulardan tashqari ham o'zim men 10-15 kun, 1 oyda bir chiqib, sog'lig'imga qarab, shu bahanam bilan zo'g'a yurgan odamdim. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan mana shu hamma narsa to'planib kelib qolib, uzoqroq sizlar bilan ko'risholmay qoldik. Kelinglar bu mavzular boshqa yoqqa ketib qolmasdan Jahongir akani chiqishiga keladigan bo'lsak, Jahongir Muhammad bütün fikrni bildirib o'tdi. Qo'shimcha qiladigan bironta so'z qolmagan. Juda chiroyli shaklda tarixdan boshlab bugungi jarayonni anglatibdi. Shuning uchun shu oqsoqolimiz, ustozimiz Jahongir Muhammadni mana shu chiqishini qo'llab-quvvatlaymiz. Tarix omonatdir kanali, bütün jahon o'zbek turklari hay'ati faollari, Turon xalqaro tashkiloti va xorijdagi o'zbeklar, turkistonliklar ko'pchilik nomidan va undan tashqari o'sha birlik xalq harakatini tiriltirib, shu nom bilan yana O'zbekiston birlik xalq harakati deb ataladimi? Yoki namoz normo'min aytgandek muxoliflar ittifoqi deyiladimi? Yoki men bir oydan beri, anchadan beri hali aytib, video tayyorlab chiqish qilaman degan bütün dunyo o'zbek turklari ittifoqi, tashkiloti yoki birligi deymizmi, harakati deymizmi? Qanaqa nomman bo'lsa ham sog'lom fikrlaydigan, loqayd bo'lmagan, vatanparvar bo'lgan mardlar, qo'rqmaydiganlar har yerdan ovozini chiqarib, alohida harakatlanishni o'rniga birgalashib bitta bo'lib, vatan ichi tashqarisidagi bütün aytilayotgan og'riqlarni, zulmlarni, adolatsizliklarni, qonunbuzarliklarni, o'zbek millatini, o'zbek xalqini hor bo'lganligini hal qilish uchun shu mavzuda haqiqatda shu murojaatga e'tibor bersak, ayniqsa yoshlar, kattalar, muxolifatchilar, boshqa bir yana shunday bir harakatda bo'lganlar hammasi o'z fikr mulohazalarini bildirib, shu ishni jonlantirsak va uzoq bilan mana shu 1 oy mulohaza qilib turib, yanvar, fevral, eng uzoq qolsa bahorga borib shu narsani jonlangan bir rasmiy tashkilotini, birligini e'lon qilib, ungacha yana ham tezroq bo'lsa yana yaxshi. Albatta faol mard yoshlarimiz bor ekan, ancha vatan ichida ham tashqarida. Bular ham shu vatandagi zulmga qarshi, o'zbek millatini, O'zbekiston xalqini birligi borligini, o'sha ajdodlarini jaddi jahdi borligini, ular bunchalik darajada xor bo'ladi,
holatdagi insonlar emasligini isbotlash uchun shunday bir birlashishga ehtiyoj borligini bugun hamma gapiryapti. Shu Jahongir akani murojaati sabab bo'lib turib, kelinglarda fikr bildiringlar. Yana qaytarib aytaman, uzoqman bahorga, yaqinman shu 1-2 oy ichida biron narsa tashkil qilaylikda, nomi nima bo'lsa bo'lsin. Lekin shu birlashganligimizni dunyo oldida e'lon qilib, bitta kuch bo'lib turib, biz shu bo'layotgan haqsizliklarni to'xtatib, O'zbekistonda ham mana shu dunyo sahnasida insonlar havas qiladigan bir mintaqaga aylantirish. Xalqi istaganday prezident bo'lishi, xalqi istaganday senat bo'lishi, xalqi istaganday parlament bo'lishi, xalqi istaganday qonunlar ishlaydigan, shunga xizmat qiladigan mutasaddilar, vazirlar, hokimlar, ichki ishlar, DXQlar, sud prokurorlar hammasi o'sha xalqimiz orzu qilayotgandek insonlar bo'lishi uchun kurashaylik, shuni qilaylik. Men o'ylayman, shu oxirgi fursat desak bo'lmaydi, lekin bugun juda katta bir fursat deb bilaman shuni. Muxolifatchilar tirik, tajribalilar tirik, kurashgan oqsoqollarimiz tirik, xorijda ham, vatan ichida ham. Oldin bizga maslahat oladigan, yo'l ko'rsatadiganlar yo'q edi biz 80-90-yillarda chiqqanimizda. Mana hozir bunday qilinglar, bunday qilinglar, mana bunday qilsanglar yaxshi bo'ladi deydigan shunday bir xayrli insonlarimiz bor. Ular o'lib ketmadan, yo'qolmasdan kelinglar shu narsani yo'lga qo'yib qo'yaylik. Allohga omonat bo'linglar azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.